Akamizga eshik-romlarni qo'yib berdik. Gap endi hozir bu eshikda emas-ku, lekin ichidagi oshxonaga qo'yib bergan. Akfa mebelida bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz. Nima deyapti akalar? Oshxonamizga alimentdan ham aytaveramiz Akfadan. Xudo xolasa cho'tga chiqdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz. Mana bunday oshxona kaminlarini ham kimga kerak bo'lsa aloqada bo'linglar. Nomerlari bor ustakalarimizni. Eng zo'rlari, ustalari. Shu qatari akfalarimizga bir baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Lekin jamiki akfaromlar, akfa eshiklarimiz va yana arkali teraskalarimiz qo'yib berganmiz bu xonadonimizga. Ishlarimiz sifatiga baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Chiroyli chiqqan. Romlarimiz nima deyapti? Xudo xolasa mana chiroyli romlar chiqqan. Sifatiga bir baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Sherxon Windows Door'ga murojaat qilaverasizlar. Aloqadamiz har doim. Sifatli ustalardan sifatli eshik romlar, xudo xolasa. Eshiklarimizni ham chiroyli qilib bezatib qo'yishibdi. Bitta zinasi yo'q eshigimiz ham bor. Mana, xudo xolasa mana ko'chalar